Hazreti İsa etrafıga oluşup olgan kişilerini görüp, şagirdlarga kölnün o qetig'i ötüp ketishni buyurdi. Şu çağda Tevrat ustozlaridan biri kelib uningga, "Ustozim, siz qayerga bormang, men sizga ergishib boraman" dedi. Biroq Hazreti İsa uningga, "Tulkining o'nkiri, qushning uvisi bor, biroq inson o'g'lining beshini qo'ygudek yerimi yo'q" dedi. Yana bir shogirdi Hazreti İsa'ga, "Ustoz, otam o'lib, uni yerlikka qo'yg'uchi kutib, onda sizga agishaychu" dedi. Hazreti İsa uningga, "Menga agashkin, o'lganlarni ruhiy o'liklar o'zlari yerlikka qo'ysin" dedi.